Xo'p, hozir kortizol haqida gapirib o'taman. Kortizol ya'ni stress gormoni. Stress gormoni kortizol deb eshitsa, ko'plar o'ylaydi ruhiy, psixologik stress, hayot qiyin deb. Ya'ni yo'q, unaqa emas. Kortizol qachonki chiqadi, o'zi odamga ya'ni noodatiy holatda, misol uchun biza baribir yashaydigan organizm bo'lsa, o'shanga ya'ni notabiiy bo'lgan holatlar kortizol ishlab chiqaradi ko'pincha. Misol uchun telefon ko'p ishlatasiz yoki telefonda ko'p o'tirsangiz yoki ko'p uxlamasangiz, juda kam uxlab yursangiz, uni ustiga yana kofe ichsangiz. Xullas, u shunaqa narsaki, uni qachon sezasiz? Qachonki shoshib qolsangiz. Вообще shoshasiz, umuman fikrlar joyiga kelmaydi. Umuman tinchlana olmaysiz. Ichingizda bir qanaqadir g'alati anaqa bo'ladi. Bir hissiyot o'tadi baribir. O'sha bir qanaqadir nimadir siqadi. Bemalol даже nafas ola olmaysiz. Mana shu ko'pincha kortizol gormoni anaqa qiladi. Ta'sir qiladi. Yana o'sha aytganimdek kortizolda o'zi xo'p, o'zi nima sababdan unaqa bo'lishi sababi juda ko'p. O'sha aytganimdek telefon, ya'ni misol uchun tasavvur qilingda, tabiatan 500-1000 yil oldin odamlar qanaqa yashagan, hozir qanaqa yashayapti. Biza почти bir kamida 50-60% qiladigan harakatimiz avtomatik kortizol ko'tarilaveradi. Ya'ni miya u daraja stimulyatsiyaga, misol uchun nervniy sistema ham, asab sistemasi, ya'ni juda toliqib ketsa ham kortizol ko'tariladi shunaqa holatda. Kortizol bo'g'adigan gormon, juda ham bo'g'adi. O'sha sababli ham meni fikrim bo'yicha juda ko'p kasalliklarning sababi ham shu. O'sha stress gormoni. Ya'ni o'z-o'zingizga вообще qo'yib qo'ysangiz, misol uchun umuman qaramasangiz, misol uchun o'z-o'zingizni уже his qilmaysiz-ku. Уже bilingki nimadir не то ketyapti, kortizol ham yaqinlashyapti degan sababda hech bo'lmasa shunaqa podxod bilan ancha-muncha o'zingizni asrab qolasiz ko'p narsadan. Endi buni bartaraf qilish uchun ko'pincha tosh ko'tarish yordam beradi. Ko'plar endi sport deb yugurish tushunadi, to'g'ri. Sekin yugurish, nabarot, ko'pincha keyinchalik kortizol ko'taradi даже. Hammada har xil, lekin statistika bo'yicha qiziqib ko'rsanglar bo'ladi. Kortizol odatda, misol uchun sekin 40-50 minut yugursangiz, yarim soat ham yugursangiz, kortizol ko'tariladi. Tosh ko'tarish, ya'ni yog'li ovqat kamroq yeyish, telefonda kamroq ketkazish, tabiatda, toza havoda ko'proq vaqt ketkazish. Mana shu hozir tabiatda vaqt ketkazish dedim. Hozir ko'pincha ko'plar ofisda o'tiradi, bir necha soatlab hech anaqa qilmaydi. O'ziga tabiiy bo'lgan zonada emas. Ya'ni bu odamga tabiiy emas zonada stulda o'tirib, ekranga qarab o'tirish bir necha soatlab. Ya'ni bu просто u тоже kortizol ko'taradi. O'sha sababli ham qorinni mana bu qismlari sezgan bo'lsangiz pastida ishib qoladi. Именно kindigi pastidagi qism ishadi. O'sha ham kortizol sababli. Kortizol ko'tarilsa, insulin ko'tariladi. Insulin ko'tariladi, odamda уже gormonlar buzilishni boshlaydi. Gormonlar buzilsa, odam semirib ketadi yo ozib ketadi. Uni juda ko'p sabab anaqalari. Sabablari, lekin qiziqsanglar ko'proq tushuntirib beraman batafsil. Undan tashqari qo'rqinchlisi, kortizol mushaklarni sindirishni boshlaydi. Ya'ni sindirishsa noto'g'ri bo'lar. Ishqilib muskullarni yo'qotadi kortizol. Однозначно. Yog' yig'ishga moyillik ko'payadi.